qilishimiz shart, chunki buni qonda titri bor. Baribir bu sizdan butun umrga ketmaydi. Bu spid degani emas, gepatit degani emas. Har 6 oyda protivirusli terapiya, immunomodulyatorlar qilib turib, VPChda titrini nazorat qilib turasiz. Papmazok olishimizdan maqsadimiz mana hozir siz operatsiya qilib berishdi. Onkoginekologmi bilmayman, kimdir operatsiya qildi, lekin kesib qolgan. Standart bo'yicha nima qilsa shuni qilgan. Displaziya bilan o'tkazib bo'ldingiz. Devorini qolib ketgan, xohlang o'ziga boring, devorimda kantilomalar bor ekan, buni ham olib bering deb aytasiz. Buni chunki onkogenda shtat положительный chiqqan. Faqat bachadon bo'ynini oldirganim bilan erim davolanmasa, men buni oxirigacha kuydirib, devorlarini toza qilib, protivirusli terapiya olmasam yana qaytalanar ekanman deb, xohlang o'sha mutaxassisingizni o'ziga boring. Xohlang bizda yana boshqalar VPChni tekshirtirib, sumarli aviomini shu yerda devorni o'zini qildirtiring. Chunki bachadon bo'ynini operatsiya qildirib bo'ldingiz, juda chiroyli chiqqan. Tan olish kerak, haqiqatda chiroyli deb.